Isroil Livan armiyasi generalini o'ldirdi. Jizzaxda yuk mashinasi yonib kul bo'ldi. Isroil harbiylari 7 oylik falastinlik bolakayni otib o'ldirdi. Rossiya droni Chernobildagi yadro obyektiga zarba berdi. Livan janubida Isroil tomonidan amalga oshirilgan aviazarba oqibatida Livan armiyasining brigada generali, kapitan unvonidagi 2 ofitser hamda 1 askar halok bo'ldi. Bu haqda Livan qurolli kuchlari hamda mamlakat mudofaa vazirligi bayonotlariga tayanib, Nastiya Shivremi xabar berdi. Livan tomoni Isroilni mamlakat janubidagi harbiy kolonnaga zarba berishda aybladi. Mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, hujum barqarorlikni tiklash, keng qamrovli o't ochishni to'xtatish rejimiga erishish hamda Isroil qo'shinlarini bosib olingan Livan hududlaridan olib chiqishga qaratilgan barcha sa'y-harakatlarni izdan chiqarishga qaratilgan tajovuzkor va vahshiyona reyd deb baholandi. Isroil mudofaa armiyasi esa Janubiy Livandagi shubhali avtomobilga zarba berganini tasdiqladi. Harbiylar ma'lumotlarga ko'ra, avtomobil Isroil kuchlariga ehtimoliy tahdid haqidagi razvedka ma'lumotlar olingach nishonga olingan. Sahal bayonotida avtomobil Isroilga qarshi faol harakat qilayotgan, Hizbullohga qarshi operatsiyalar davom etayotgan jangovar hududda harakatlangani aytiladi. Isroil harbiylari avtomobilda 2 nafar ofitser va 1 nafar askar bo'lganini tasdiqlagan. Sodir bo'lgan voqea yuzasidan tergov olib borilmoqda. Isroil harakatlari Livan milliy armiyasiga emas, balki Hizbullohga qarshi qaratilgan deyiladi Sahal matbuot xizmati bayonotida. 3-iyun kuni AQSh davlat departamenti Isroil va Livan AQSh vositachiligida o'tkazilgan muzokaralar davomida o't ochishni to'xtatish rejimini uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishganini ma'lum qilgandi. Biroq tomonlar bayonotda kelishuvning bajarilishi Hizbulloh tomonidan amalga oshiriladigan hujumlarning to'liq to'xtatilishiga bog'liq ekanligi qayd etilgan. Hizbulloh vakillari Livan hukumati va Isroil o'rtasida erishilgan kelishuvga rioya qilishga majbur emasliklarini bildirgan. Guruhga ko'ra, Isroil qo'shinlari Livan hududidan to'liq chiqib ketgan taqdirdagina o't ochishni to'xtatishi mumkin. Isroil esa hozircha bunday talabga rozi emas. Jizzaxda yuk mashinasi yonib kul bo'ldi. 6-iyun kuni Jizzax viloyatida harakatlanib ketayotgan yuk avtomobili yonib ketdi. Bu haqda Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hodisa soat ertalab 6:39 da M39 xalqaro avtomobil yo'lining Jizzax viloyati G'allaorol tumani Xonimqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi 1027-kilometrda sodir bo'lgan. Samarqand-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan yuk avtomobili to'satdan yonib ketgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining xabariga ko'ra, 2 yong'in qutqaruv ekipaji soat 7:10 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 7:48 da o'chirilgan. Bildirilishicha, hodisa oqibatida hech kim tan jarohat olmagan va hozirda yong'in sababi va zarari aniqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Mirobod tumanida Gentra yonib ketgan edi. Isroil harbiylari 7 oylik falastinlik bolakayni otib o'ldirdi. Isroil qo'shinlari bosib olingan g'arbiy sohilda 7 oylik falastinlik bolakayni otib o'ldirdi. Harbiylar oilaviy mashinaga qarata o'q uzdi. Mashina to'xtash haqidagi buyruqqa bo'ysungan bo'lsa-da, askarlar o't ochdi. Bu haqda Guardian xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 5-iyun kuni yuz bergan hodisada bolakayning otasi ham yaralangan. O'q yeyish oqibatida 7 oylik Sam Fahid Abu Haykal og'ir yaralangan. U shifoxonaga olib borilgan, biroq olingan jarohatlar tufayli vafot etgan. Isroil harbiylari holat yuzasidan bayonot berdi. Ularning aytishicha, askarlar o'zlariga qarab kelayotgan mashinaga o't ochgan, biroq dastlabki surishtiruvda yaralanganlar tinch aholi vakillari ekanini ko'rsatgan. Bolakayning otasi Fahd Abu Haykal Baxt Lahim universitet ma'ruzachisi hisoblanadi. U Isroilning Harites gazetasiga intervyu berib, o'q uning qo'lini teshib o'tganini, keyin esa orqa o'rindiqda onasi quchoqlab o'tirgan o'g'li Samga tekkanini aytib berdi. Mashinada uning 11 yoshli o'g'li va rafiqasi ham bo'lgan. Oila 5-iyun kuni kechki payt Hebron shahri bo'ylab kelayotganda askarlar to'xtashga ishora qilgan. Otaning ta'kidlashicha, hali kun yorug' bo'lgan. O't ochgan askar mashinada oila o'tirganini aniq ko'ra olgan. Askar menga to'xtashni buyurdi. Men mashinani butunlay to'xtatdim va qo'llarimni ruldan oldim. Shundan so'ng darhol mashinaga qarata o'q uzishdi, dedi Abu Haykal.
Isroil mudofaa kuchlari esa boshqacha bayonot berdi. Ularning da'vo qilishicha, harbiylar mashina ularga qarab tezlashayotganini ko'rgan va askarlardan biri mashina tomon o'q uzgan. Oqibatda 3 nafar falastinlik yaralandi va tibbiy yordam ko'rsatish uchun evakuatsiya qilindi, deyiladi Sahal bayonotida. Shuningdek, voqea tekshirilayotganini aytildi va tinch aholiga yetkazilgan zarar uchun chuqur afsus bildirildi. Abu Haykal harbiylarning bu versiyasini rad etdi. Askar mendan taxminan 10 metr uzoqlikda edi. U meni, xotinimni va bolalarimni ko'rdi. Oynalar qoraytirilmagan edi. Kun yorug', hamma narsa ko'rinib turardi. U bizning oila ekanimizni payqamadi deb bo'lmaydi, dedi ota. Uning qo'shimcha qilishicha, voqea joyida nazorat o'tkazish punkti bo'lmagan, balki shunchaki ko'chada askarlar turgan edi. Men buyruq bo'yicha to'xtadim. Ular esa shunchaki mashinaga o'q uzdi, dedi u. Abu Haykal voqeani tekshirishni va aybdor askarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Agar vijdon, qonun va axloq bo'lsa, o'q uzgan askar qilmishi uchun javob berishni talab qilaman. Bu ish tekshirilmasdan va jazolarsiz yopilmasligi kerak. Men taslim bo'lmoqchi emasman, dedi u. BMT may oyida bayonot berib, urush boshlangandan beri bosib olingan g'arbiy sohil va sharqiy Quddusda mingdan ortiq falastinlik halok bo'lganini ma'lum qildi. Ularning kamida 240 nafari bolalardir. 2026-yilning o'zida esa 49 kishi hayotdan ko'z yumgan. Rossiya droni Chernobildagi yadro obyektiga zarba berdi. Rossiyaning uchuvchisiz uchish apparati Chernobildagi yadro yonilg'isini saqlash obyektiga hujum qildi. Oqibatda binoga jiddiy zarar yetgan, biroq radiatsiya sizib chiqishi qayd etilmagan. Bu haqda Ukraina davlatining Energoatom kompaniyasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 7-iyunga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Hujum natijasida konteynerlarni qabul qilish binosi qisman vayron bo'lgan. Energoatomga ko'ra, zarba berilgan binoda o'sha paytda ishlatilgan yadro yoqilg'isi saqlanmagan. Hodisa joyida 40 kvadrat metr maydonni qamrab olgan yong'in yuzaga kelgan. Yong'in tezkor ravishda qurshab olinib, to'liq o'chirilgan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, hodisa oqibatida xodimlar orasida jabrlanganlar yo'q. Obyekt hududidagi radiatsiya darajasi esa me'yor darajasida qolmoqda. Shahid droni yadro obyektiga urilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hodisaga munosabat bildirib, Rossiya yana bir bor Chernobil atom elektr stansiyasi atrofidagi maxsus hududga zarba berganini aytdi. Shahid droni markazlashtirilgan ishlatilgan yadro yonilg'isini saqlash ombori binolaridan biriga urilgan. Bu o'ta muhim infratuzilma obyektidir, dedi Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina Tashqi ishlar vazirligi, Energetika vazirligi va boshqa mas'ul idoralar voqea haqida xalqaro hamkorlarni xabardor qilish bilan shug'ullanmoqda. Radiatsiya fonida oshish kuzatilmayapti. Ammo Rossiyaning haddan tashqari tajovuzkorligi allaqachon barcha chegaralardan oshib ketdi, deya ta'kidladi Ukraina prezidenti. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sybiga esa Rossiyaning yadro xavfsizligiga tahdidlari tizimli va qasddan amalga oshirilayotgan harakat ekanini bildirib, xalqaro hamjamiyatni Moskvaga bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Rossiya rasmiylari mazkur hujum haqida ma'lumotlarga hozircha izoh bermagan. Magati obyektiga katta zarar yetganini ma'lum qildi. Xalqaro atom energiya agentligi Ukraina tomonidan Chernobilning taqiq zonasidagi markaziy ishlatilgan yadro yonilg'isini omboriga dron hujumi uyushtirganini haqida xabardor qilinganini ma'lum qildi. Agentlik bayonotida zarba natijasida yonilg'ini qabul qilish binosiga sezilarli zarar yetgani, portlash to'lqini yaqin atrofdagi inshootlarga ham ta'sir ko'rsatganini qayd etilgan. Magatining Chernobil AESida faoliyat yuritayotgan ekspertlari yaqin kunlarda obyektga tashrif buyurib, hujum oqibatlarini baholashi kutilmoqda. Yadro obyektlariga hujumlar. Bu Ukrainadagi yadro obyektlariga uyushtirilgan ilk hujum emas. 2025-yil fevralida Rossiya droni Chernobil atom elektr stansiyasining himoya qobig'iga zarba bergani. Natijada u o'zining himoya funksiyalarini to'liq bajara olmay qolganini ma'lum qilgan edi. 2026-yil may oyida esa Rossiya dronlari hujumidan so'ng Chernobilning taqiq zonasida yirik o'rmon yong'ini yuzaga kelgan. Shuningdek, Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stansiyasi ham urush davomida muntazam ravishda xavf ostida qolmoqda. Magati ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yildan buyon stansiya kamida 17 marta tashqi elektr ta'minotidan vaqtincha uzilgan. Moskva va Kiyev bir-birini atom elektr stansiyasiga zarba berishda ayblab keladi.